2026-yilda talabga ko'ra qanday video karta olishingizni aytib o'tamiz. Agar siz Condition Zero, Generals, Red Alert o'ynaydigan bo'lsangiz, ofisning bu video karta olishingiz ham mumkin. Buni ba'zi bir ustaxonalar, ba'zi bir kimda yotgan bo'lsa, tekinga ham berib yuborishadi. Agar minimum nastroykada o'ynayman desangiz, sizda blokdan oddiy ofisnoy bo'ladigan bo'lsa, Counter Strike 2, GTA 5 shunaqa o'yinlarni o'ynaydigan bo'lsangiz, blokdaningiz ofisnoy bo'lsa, sizga GTX 1650 ni tavsiya qilamiz. Bu 4 GB 128 bitli bo'ladi. Agar blokdaningiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, protsessoringiz sal slabiyroq bo'ladigan bo'lsa, i5 9-chi, 8-chi avlodda bo'ladigan bo'lsa, sizga GTX 1650 Super va 1660 Superlarni taklif qilamiz. Bunda protsessor va video karta sinxronna bir xil ishlab, bir-birini yaxshi podдержка qiladi. Agar yaxshi FPS da o'ynayman, yuqori FPS da budjetim va kompyuterim, protsessorim, blokdanim hammasi yaxshi deydigan bo'lsangiz, sizga minimum RTX 3060, 3060 Ti taklif qilgan bo'lardik. Ushbu komponentlarni maksimumi yo'q. 50 lineykasi ham chiqdi. 50-60, 50-70, 50-80, 50-90 budjetga qarab tanlab olishingiz mumkin. FPS juda yuqori bo'lib ketmaydi, lekin qancha bilinadi. Yana bundan da qiziqarli ma'lumotlar kerak bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang.